Hammaga salom do'stlar. Bu Shohjahon 1200 kanali va sizlar bilan men Isroil bo'laman. Короче, bugun bolalar olmos qazishga ketamiz. Faqat bu qismda mening do'stim bo'lmaydi. Nima desanglar, u shunchaki keyingi qismda qo'shiladi. Bitta muammo bo'lgani uchun men bugun olmosni o'zim zerikarli bo'lganim uchun olmosni qazimoqchiman. Katta qilib olaylik. Bir stak olmosga o'lamasdan chiqmaymiz. Unda bolalar pastga suv quyib qo'yganman va bu juda ham oson. Unda olmosga o'lashni boshladik. Va meni yo'limdan kattagina lava pul chiqib qoldi. Bolalarni Yo do'stlar, olmos. Yo ko'p. Nechta olmos? Do'stlar, bizda 4 ta olmos bor. Olish kerak. Sehrlash kerak bular. Bitta Do'stlar, biri katta kombo, lekin hech nima topolmayapman. 4 tagina olmos topdim. Bu ham endi bitta olmosga yetdi. Har bitta teshik yaxshilab qaraymiz. Lekin hech narsa bo'lmaydi. Oh. Yo! Mana bolalar olmos. Mana almaz yana. Oh. Mayli bo'l. Yo'q. Olmos bo'l, olmos. Lava olmos kelyapti. Shunday lavani Yo'q do'stlar, shuncha qazdik. Yo'q do'stlar, yana olmos topdim. Yo'q. Yana bo'la olmos. Shu bo'lmasa ikkita olmosdir. Ikkitagina ekan bo'lar. Olmos kirka. Bitta topor yasayman bo'lar. Menimcha bo'ldi, endi normalni bo'ldi. Endi tezroq qo'yamiz. Böyle ketdik endi beriladi. Qazıyordum. Şu bilan necha soat bo'ldi. Bola telefonni oldida uxlaman qo'rqdim. Obedda olayotganimda
Endi bizada qaraylik 52 ta olmos bo'ldi. Hozir uyga boramiz. Do'stimga, keyin o'zimga bitta aslaqa yasayman. Aslaqalar yasayman. Va bo'ldi, bu yerdan chiqamiz bu. Ha bo'ldi, uyga qaytamiz asta-asta. Uxlaymiz. Endi do'stlar o'zimizga aslaqalar yasaymiz. Bitta shton, bitta botinka va bitta bunaqa, bitta bunaqa. Ne qilamiz? Va bolalar full olmos bo'ldi, endi qolganini jo'ramga bela. Agar 3-qismda jo'ram kirsa, bu safar kirganda 7 ta olmos topdi. Bundan endi o'zimizga qurol narsalardan yasa olamiz. Qanimay nima kerak? Bitta qilich kerak. Bo'ldi. Lapatani kiyasam. Shunchani olib ketdi. Sandiqqa solayotgan qancha tosh uyimga necha marta kelib ketgan bilmayman lekin. Toshlarni qarayli. Temirlarni pishirishga qo'yamiz keyin. Pishirishga bular kerak emas. Bu buni vaqa solamiz-ku. Toshni qo'yamiz. Mana kavlagan 32 ta anavni temirni pishirishga qo'yamiz. Bitta betga. Qani? Bitta bu yerga. Qolgan narsalarni qo'yib qo'yamiz. Temir narsalarni qo'yib qo'yamiz. Ana do'stlar, endi Superman bo'ldi. Do'stimga ko'krak qani qo'yib Ne 7 ta olmos ortib qoldi, kerak bo'ladi. Endi bu ishton bu ko'krak qalqoni shapka yasadimmi? Yasamabman. Mana jo'ram shapkamiz bo'lsa kerak. Bo'ldi. Endi do'stlar, hozir shuncha konga tushib, obsidian ko'ramabman. Hozir borib obsidian ko'rib kelaman. Ko'rashni boshlaymiz. Ha, 14-si bo'lib ketdi endi. Surdik. Yerda yo'l ketdik endi. Bu 14 ta obsidian katta ehtimolga yetadi. Albatta yetadi. Men yo'q ketadi, yo'qmayapti. Buraya qancha? Ketdi. Keyingi safar mana bu yerdan kovlaymiz bo'ldi. Chiqdi, tamam. Endi narsalarni yasab tashlaymiz. Bizga endi kerak bo'ladigan narsalar mana bu yerdan terini olamiz va qog'ozdan bo'lyapti. Mana qog'oz. Qog'ozdan olamiz-da, sirasi kitob yasaymiz. Bitta kitob, bitta bizada sehrli stol paydo bo'ladi. Va qolgani hammasi kitob yasaymiz. Bo'ldi. Buni qo'yamiz. Borib daraxt chopib kelamiz. Keyin bo'ldi, daraxtimiz yo'q. Bormi?
iyi böyle bo'ldi. Daraxtlarni chopib keldik. Buni endi bu yoqqa o'rnatmaymiz. Ketdik bu yoqqa. Bu yerga o'rnatamiz. Qanini bekitaylik. 5 ta kitob javon yasasak bo'larkan. Böyle nima ekanini bilmadim. Böyle. Javon yasasak. Normaldir olacak. Çevirmişken. Hemen çevireceğimiz kanını. 14. derece fitness 2. Gittik de kolaylı böyle. Hani 20 burada bu. Kan körelik var. Aslında şey normal. Bunlar yok edemem. 9 fitness 2. 9 nazısını şu most. 2 normal. Mana oblik oladigan moblarni yo'qaydiganda sehri 8 daraja bo'lib qoldi. Endi bitta vaqtda biz asloxonani ham sehrlash kerak bo'ldi. Va bolaman cheat ishlatmaganimni video ustidan havola bu o'sha yerga kirib bitta videoga jamlayman. O'shanga kirib qilsanglar bo'lar. 1-darajasi bo'lsa ham bo'lar. Sost. Megan bu nima qilamiz necha? Защита normal. Защита normal. Böyle bo'ldi endi krasavchik bo'ldik. Yaxshi asloqlar. Tam birga firmacha qilib olamiz. Hozir mana bu yerdan teshib olamiz. Qilich bilan ursanglar joni ketadi, lekin yonmay qaranglar. Endi bu qilich bilan. Mana yonib tushdi mana bo'ldi. Mana istek yonib tushdi mana. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Tamam do'stlar, bilan mazza qilaveramiz. Tak, bizda 20 ta normalni bo'ldi. Loy kerak bizga, loy. Loy olamiz, endi ketdik. Böyle. Evet, kapatıyor. Ne böyle? Burada da ilk çıkanımız eğer sabzımız ise demek yalnız ya olursa sabzımız yok. Tam steak olan. Tak böyle. Va do'stlar, bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. 3-chi qism chiqishi uchun albatta sizlardan 10 ta yoki 15 ta like kutib qolaman. Va video pastiga tushib bu videoning olmos topganimni ko'rishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing. Lekin bugun video zo'r bo'ladi degan umiddaman. Va video tugadi.